abituriyent savoli, bunga o'xshagan savol sertifikatga ham tushyapti. Diqqat qilamiz. X kvadrat ayrilgan 4x qo'shilgan 6 ning kvadrati ayrilgan 4 karra x kvadrat ayrilgan 4x qo'shilgan 6 qo'shilgan 6 teng x ga. Tenglamani yeching deyapti savolda. Izoh beryapmiz. fx teng x ga bo'lsa, bundan kelib chiqqan narsa fx teng x ga degan qoidani qo'llasak, bu misolning javobi oson chiqadi. Demak, yechimga o'tamiz. Hozir mana shu misolimiz mana bu holatda turibdi. Ya'ni mana shu narsani fx deb uylasak, fx desak, x ning kvadrati ayrilgan 4x qo'shilgan 6 desak, ana shu x ning o'rniga yana qaychi funksiyani o'zi qo'yilyapti mana bu yerda. Demak, mana shu fx mana shunga teng ekan. Fx mana shu bo'lgandan keyin teng x deb olamiz. Demak, buni ishlasak x kvadrat ayrilgan 5x qo'shilgan 6 teng 0 ga, x ni topsak x teng 2 ga va x teng 3 ga degan javob chiqadi. Misol mana shu tartibda ishlanadi. Bunga o'xshagan misollarni keyingi videolarimizda tashlab boramiz. Kanalga obuna bo'ling, yaqinlarga jo'nating.